Sirop qo'yapmiz endi ozgina-ozginadan. Shu rivojlantirishga, xudo xolasa, eksportchilarasi gullagan, mumparda tortyapmiz. Sirop mana jinday-jindaydan to'plam. Bular lijayshi deb qo'yadi buni. Bular lijayshi, unalar korpusni mana shu motkalari karninka. Mana karninkalar va shu boshqacha ishlab qo'yadi. Mana uji oqartirib qo'ygan. Mashalar asalda endi hozir. 60 ga kirgan bo'lsam 40 yildan beri har baqamiz. Endi mana priroda yaxshi. O'sha bo'ylarda asal yaxshi bo'ladi, dori sepilmaydi, asalga ham yaxshi, ariga ham yaxshi. Har bir yashiqdan endi bunday nimasi qilganda 10 kilo 15 kilo beradi-da, yaxshi nima bo'lganda. Asal beradi. Endi bunisi kommersiyalar keladi. Ashlarga sotamiz. Asal qolib ketgan yo'q. Lekin bunday oldingidaqa olib borib bunday sotib turib, mana aqchasi mana deydigan firma yo bir nima yeri yo'q-da. Sotadigan yerda o'zi yo'q-da. Bizda shu oladigan yerda yo'q. Endi bozordagilar o'zinikini o'zi sotaverar ekan. Misol bozorda asal sotganlar bor, shu periga sotganlar bor, propol sotganlar bor. Buni vaqti kelsa molokosini olyapti. Ular endi hali bozorda o'tirganlar o'zinikini zo'rg'a sotadi. Hali bizga o'sha dekondan olib bu olib borsang olmaydi-da. 8 kilometrga borolmaydi. Suv bizda uzoq uchun biz suvda papan suv ombordan olib kelib to'kamiz. Mana shu yerga. Mana shu yerdan suvni olib ichishadi. Har kuni mana shu 6 bochka suv ichadigan bo'lsa, har kuni suv olib kelib quyamiz mashinadan. Bu yerdan suvni ilojisi yo'q. Suvni tashqarida asal bo'lganda ko'p ichadi. O eksportda asal bo'ldimi, kun isigan sari ko'p ketadi. Kerak bo'lsa bir kunda 10 bochka suv ichib qo'yadi. Ari ko'pda bu yerda. Endi bir romga arida o'zi shuncha ming ari bor. Bitta romkada. Mana shu asal mana narigi pechat bola arilari. Mana. Bir yoshdan qancha bola olasiz misol? Bir yoshdan bir sezonda erta bahordan to kuzgacha oladigan asalim meni 20 kilo bo'ladi. Bitta yashidan olingan asalim. Bitta yana ari bo'ladi. Bitta yashida, har bir yashida bittadan yana arisi bor. Ko'rdingizmi? Mana shu yana arisi bo'ladi. Mana shu buyruq beradi. Dovush chiqarib, boshqa qilib. Sen mo ish qilasan, sen mononga deb turib zug' chiqaradi, ish qiladi mana. Hozir mana shu har bir uyaga tuxum qo'yyapti. Mana shu bitta o'zi bajaradi. Hammasi mana shu yashil ishlaydi. Mana shunda misolda u asal bilan perga olib kelsa, bittasi suv olib keladi, bittasi asal olib keladi. Mana shu asalni ham, boshqani ham to'playdigan narsa ari bo'ladi. Bitta ari 40 kun yashaydi. Undan oshiq yashamaydi. Tez ko'payadi, tez o'ladigan narsa, umri qisqada. Bir xilgisi chiqib turib suvga shu bo'lib qoladi. Bir xilgisi chiqib mashinaga yo bir xilgisi chiqib biroz chaqib bo'lib qoladi. Chaqqandan keyin o'ladi-da ari. Men o'zi 69-yilman. Men hozir 51 ga kirgan bo'lsam, shundan beri shu mashina bilan shug'ullanamiz. Biz zamonda bizda asal qilgan ko'p. Bizim Nurovat ailida 70% odamda ari bor. Bizdan oftim olsa, biz buni qishda ham tekshirmaymiz-da. Romka tayyorlash kerak, buni hech bir yashq qilish kerak, remont qilish kerak deganda buni ish ko'p-da qishda ham. Kitir mayda ish, ko'rimsiz mayda ish bo'ladi-da buni ishi. Garninkasi bor, karpati bor, ruskisi bor, arning turi ko'p. Har xil arlar. Biz endi ko'proq karninka bilan karpat ishlaymiz. Ular ishlashi yaxshi. Mana shu bizning nimaga moslashgan. Ular asal to'plagani yaxshi bo'ladi.
Thank